Balki sen o'qiyotgan tomonlarda bunaqa emasdir. Sen ilmni o'sha yerda olaverginu. Lekin hayotda betda o'rgangan. Shoniyor Ramakaga bir marta aytdim. Bolalaringizni tuzukroq ishga joylaymi dedim. Olmadi. Xo'sh, nima yapamın? Ben yomon ishlar bilan shug'ullanib bo'ldi. O'g'illari menga qo'shilib, yomon yo'lga yetishdan qo'rqadi. Yon qo'shni bo'lib turib, men haqimdagi mishmishlarga ishonadi. Endi tushundingmi? Tushundim.